Assalomu alaykum Bestin kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan kir mashinaning qaysi rejimlari bilan nimalarni yuvish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Kir mashinani beton yoki kafel ustiga o'rnating. Taxtali pol ustiga o'rnatish tavsiya etilmaydi. Orqa tarafdagi shlanglar mana shu holatda turishi shart. Birinchi rejim mix. Bu paxta, zig'ir va kimyoviy tolalardan tayyorlangan kiyimlarni aralash yuvish uchun. Super Bystroyer. Bu rejim yengil va kam iflos bo'lgan kiyimlarni tez yuvish uchun ishlatiladi. Sherst. Jun matolarni yuvish uchun. Rubashka. Bu rejim ko'ylaklarni va yengil yozgi kiyimlarni yuvish uchun ishlatiladi. Sportivnaya. Ushbu rejim sport kiyimlarni yuvish uchun ishlatiladi. Intensivnaya. Ushbu rejim o'rta darajada ifloslangan kiyimlarni yuvish uchun ishlatiladi. Pastelnoye belyo. Bu rejim choyshab va yostiq jildlari uchun ishlatiladi. Уход за allergiya. Ushbu rejim allergiya bo'ladigan narsalar, misol uchun bolalar kiyimlarini tozalash uchun ishlatiladi. Xlopok. Ushbu rejim paxta matoli kiyimlarni yuvish uchun ishlatiladi. Предварительная стирка. Bu esa asosiy yuvishdan oldingi yuvish rejimi hisoblanadi. Eko 40-60. Oddiy kiyimlarni 40-60 gradus yoki undan past haroratda yuvish uchun ishlatiladi. 20. Ushbu rejim nozik kiyimlarni 20 gradus haroratda yuvish uchun ishlatiladi, lekin o'ta qalin va juda kir kiyimlar uchun mos kelmaydi. Delikatnaya. Ushbu rejim ham nozik kiyimlar uchun mos keladi. Matoni cho'zmaydi va shikastlamaydi. Past aylanishda sekin yuviladi. Очистка barabana. Barabanni tozalash uchun ishlatiladi. Atjim. Suvni siqib chiqarish uchun ishlatiladi. Полоскание atjim. Ushbu rejim kiyimlarni ham chayadi va siqadi. Очистка barabana rejimidan foydalanishdan oldin barabanni bo'sh holatga keltiring. Ichiga maxsus baraban yuvish vositasi yoki 100 gram limon kislotasi solinadi. Muhim eslatma, kukun idishiga esa hech narsa solinmaydi. So'ng очистка barabana rejimi tanlanib, dastur oxirigacha ishlatiladi. Tugagach, eshik ochilib, baraban quritiladi. Rejimni tanlaganingizdan keyin bu tugma bilan suv haroratini boshqarsangiz bo'ladi. Bu tugma bilan esa tezligini. Bolalardan himoya rejimini yoqmoqchi bo'lsangiz, temperatura va skorost tugmasini bir vaqtda 3 soniya bosib turing. Shunda hech qaysi tugma bosilmaydi. Задерживать. Ushbu tugma bilan qancha vaqtdan keyin yuvishni boshlashni belgilashingiz mumkin. Start tugmasi bilan esa mashinani ishga tushirishingiz mumkin. Agar mahsulotlarimiz bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, Instagram sahifamizdan ko'rishingiz mumkin. Bestin, oilangiz eng yaxshisiga munosib.